patent atmen bo'lsa, uni o'rniga nimalar kutib turganini bilarmidingiz? Xursand bo'lishimizga arzimas ekan patenti atmen bo'lishi. Agar mabodo atmen bo'lgiday bo'lsa, videoga bitta like bosib, butun Rossiyadagi aka-ukalarga jo'natib qo'yinglar, hamma xabardor bo'lsin. Xullas, Bahrom Ismoilov patent haqida o'z fikrini bildirib o'tdi, chunki u odam ko'p narsadan xabardor. Shu videoni ko'ringlar. Shu yaqin vaqtda Rossiyada patent atmen bo'ladi degan gaplar tarqalmoqda. Rostdan ham Rossiyada bunday gaplar olib borilmoqda. Shu Rossiya prezidenti ham deputatlar bu haqida gapirishmoqda. Lekin bu degani patent bo'lmaydi degani emas. Bu degani patent tizimi o'zgaradi. Ilgari siz Rossiyaga kelib patent olib ishlashga haq ega bo'lardingiz. Hozir sizlarni bu haq-huquqlardan mahrum qilishmoqda. Bu degani patent olishga imkoniyatingiz bo'lmaydi. Bu degani bu patent tizimi o'rniga boshqa tizim yaratiladi. Shu Rossiyada ishlayman deganlarga endi patent emas, balki shu ish beruvchi bilan shartnoma yoki bir qandaydir davlatdan yana bir qanaqadir ruxsatnoma tizimi kiritilmoqda. Shuning uchun patent atmeni bo'ladi deb xursandchilikka, afsuski, bu vaziyatda joy yo'q. Bundan oldingi videoda patent haqida o'z fikrimni bildirib o'tgandim. Patent atmen bo'lsa, bundan ham qiyinroq bizga qonun chiqarsa kerak deb o'ylagandim. Xuddi shunday bo'lib chiqdi albatta. Xullas, nima deymiz? Hammasini vaqt ko'rsatadi. Hammasiga sabr qilamiz, chidaymiz. Albatta, hammasi zo'r bo'ladi deb umiddamiz. Alloh panohida bo'linglar. Sog', salomat bo'linglar.